Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünya yüzüki barlıq musulman qeyrindaşlar, haftanın sultanı bo'lgan juma kunimiz muborak bo'lsin. Alloh taolo tutayotgan ro'zlarimizni qabul qilsin degim keldi. Keyingi vaqtlarda Yoshlar ovozi degan guruhi xalqimiz uchun, yurtimiz uchun ko'plagan yaxshi tarbiyaviy kinolarni, videolarni tushirib o'tirdi. Ashlar Alloh rozi bo'lsin. Ashlar texim yaxshi kinolarni tushirayli desa, lekin qo'llarida xarajat yo'q. Aşı Yoshlar ovozi degan guruhiga 500 tangadan bo'lsin, 1000 tangadan bo'lsin. Barliq qeyrindoshlarimiz yordam qilmoqsak, ashlar texim yaxshi kinolarni tushirib, o'sib kelayotgan yoshlarimizga o'zlarining tarbiyaviy kinolarini hadiya qilgan bo'lsa degim keldi. Mana bu videoni tushirishimning sababi Tavakkul xayr-xohlik fondining talabi bo'yicha mana bu videoni tushirib o'tirman. Aşı Yoshlar ovozi degan guruhiga hammamiz o'zimizning qo'ldan kelgan yordamimizni qilmoqsak az qeyrindoshlar. Ashlar shunchalik yaxshi kinolarni tushirib, yaxshi videolarni tushirsa, keyingi bizning o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz tarbiyaviy, ota-onalarini hurmatlaydigan, xalq uchun xizmat qiladigan bolalar bo'lib cho'ng bo'ldi. Hammamiz yordam qilaylik az qeyrindoshlar.